Ehtimol siz YouTube'da keng tarqalgan o'sha mashhur videolarni ko'rgandirsiz, ya'ni Bermuda uchburchagi haqida, va nihoyat ushbu sirli joyni olimlar isbotlashga muvaffaq bo'lishdi. Videoni boshlashdan oldin shuncha mehnatimiz uchun kanalga obuna bo'ling. Florida, Puerto-Riko va Bermuda orollig'idagi bu xavfli suv hududi sovuq va tushunarsiz hodisalari bilan mashhur. Aytishlaricha, bu joyda 50 dan ortiq kemalar va 20 ta samolyot sirli tarzda g'oyib bo'lgan. Shu sababdan ko'plab nazariyalar paydo bo'lgan, go'yoki bu hudud sirli kuchlar yoki boshqa o'lchamlarga olib kiruvchi girdoblar bilan bog'liq emish. Ammo avstraliyalik olim Karol Krulniski Bermuda uchburchagining sirini hal qilgan bo'lishi mumkin. Uning fikricha, eng mashhur afsonalar va sirli yo'qolishlarning aksariyati ikki asosiy omil bilan tushuntiriladi. Birinchi omil inson xatosi. Krulniski tomonidan rad etilgan eng mashhur voqealardan biri 1945-yilda sodir bo'lgan 19-reysi hodisasi. AQSh dengiz floti tarkibidagi 5 ta samolyot Florida shtatidan oddiy mashg'ulot parvoziga chiqqan. Dastlab hammasi joyida edi, ammo 90 daqiqa o'tganidan so'ng parvoz qo'mondoni yo'ldan adashdiki deb xabar beradi va shundan so'ng ular izsiz g'oyib bo'lishadi. Tarixdagi eng yirik havo va dengiz qidiruv operatsiyalaridan biri ularni topish uchun o'tkazilgan, ammo hozirgacha 19-reys ham, undagi 14 nafar uchuvchi ham topilmagan. U hodisada odamlarni eng ko'p hayratga solgan narsa ob-havoning a'lo bo'lganidir. O'sha kuni osmon tiniq, iliq shamol janubi-g'arbdan esib turgan, odatdagi mashg'ulot uchun juda qulay sharoit edi. Nima bo'lgan o'zi? Ma'lum bo'lishicha, parvoz rahbari 2000 dan ortiq soat uchgan tajribali uchuvchi bo'lishiga qaramay, navigatsiyada juda yomon bo'lgan. U ilgari ham 2 marta dengizda adashgan. Hatto o'sha kuni parvozga chiqmaslik uchun o'z navbatchiligini boshqasiga topshirishga uringan, ammo bunga muvaffaq bo'lmagan. Mashg'ulot yakunlangach, ikkala kompas ham ishlamay qolgan. Rahbar radio orqali biz quruqlik ustidamiz deb aytgan, o'zini Florida orollari ustida uchyapmiz deb o'ylagan, ammo bu mantiqqa to'g'ri kelmas edi. Chunki u bundan 1 soat oldin Bahama orollari yaqinidan o'tgan edi. Aslida u Bahamadagi kichik orollarni Florida kalitlari Keys deb o'ylagan va natijada g'arbga Florida tomon emas, Sharqi Atlantika okeanining ichkarisiga qarab uchgan. Yoqilg'i tugab, samolyotlar dengizga qulagan. Ba'zilar bu kompaslar la'natlangan suvlar ta'sirida ishdan chiqqan deb o'ylashadi. Ammo hatto bu haqiqat bo'lsa ham, asosiy sabab inson xatosi bo'lgan. Uchuvchi orollarni adashtirmasligi kerak edi. Xullas, voqea shu bilan tugaydi. Ikkinchi omil yomon ob-havo. Krulniski fikricha, Bermuda uchburchagidagi sirli yo'qolishlarning ko'pchiligi yomon ob-havo bilan bog'liq. Atlantika okeanidagi ko'plab tropik bo'ronlar va dovullar aynan Bermuda uchburchagi orqali o'tadi. Ilgari zamonaviy ob-havo prognozlari bo'lmagan paytlarda bu bo'ronlar ko'plab kemalarning halokatiga sabab bo'lgan. Bundan tashqari, bu hududdan Gulfstream oqimi o'tadi. Bu juda kuchli okean oqimi bo'lib, u ob-havoni tez va kutilmaganda o'zgartiradi. Shu sababli tabiiy omillar ko'plab yo'qolishlarni tushuntirishi mumkin. Masalan, Ustislops nomli ulkan yuk kemasi 1918-yilda 11,000 tonna marganat yuklab 309 kishini olib G'arbiy Hind orollaridan Baltimorga yo'l olgan paytda izsiz g'oyib bo'lgan. Hech qanday yordam signali yuborilmagan. Oradan 100 yildan ortiq vaqt o'tgan bo'lsa-da, hanuzcha kema ham, uning bo'laklari ham topilmagan. Ba'zilar bu kema to'satdan kuchli bo'ronga duch kelgan deb hisoblashadi. Yana boshqalar suv ostidagi hodisalar, masalan, yer siljishi yoki to'satdan paydo bo'lgan ulkan to'lqin sabab bo'lgan deb o'ylashadi. Krulniski fikricha, bu unchalik g'alati nazariya emas, chunki Bermuda uchburchagi nafaqat yomon ob-havo, balki okeanning o'zi bilan bog'liq kuchlar zonasi hamdir. Bu hududdagi okean tubi 30,000 fut, ya'ni taxminan 9,000 metr chuqurlikka ega. Bu deyarli Everest tog'ining teskari varianti.
Bunday chuqurlikdagi suv narsalarini yashirishga juda qulay, shuning uchun kema yoki samolyot izsiz g'oyib bo'lishi oson. Olim yana bir kam ehtimoliy, ammo qiziqarli nazariyani ham keltiradi. Metan kvadrat deb ataladigan modda. Bu suv ostida yoki sovuq joylarda metan gazi muz ichida qamalgan holatda hosil bo'ladi. Ba'zan bu tuzilmalar yorilib, suv yuzasiga pufakchalar ko'tariladi. Bu pufakchalar yomg'iri kemalar uchun halokatli bo'lishi mumkin, chunki suvning zichligi kamayadi va kema suzib tura olmay cho'kib ketadi. Albatta, bunday hodisa ro'y berish ehtimoli juda past, lekin bu ham ilmiy izoh sifatida muhim. Xulosa qilib aytganda, Bermuda uchburchagi sirlarini eng to'g'ri tushuntiruvchi ikki sabab inson xatosi va yomon ob-havo asrida Bermuda uchburchagi unchalik ham maxsus joy emas. Uning aniq chegaralari rasmiy xaritalarda belgilanmagan. Shuning uchun boshqa joylarda bo'lgan yo'qolishlar ham Bermuda uchburchagiga bog'lab yuboriladi. Masalan, Marit Celeste kemasi 1872-yilda butunlay butun holda topilgan, ammo kapitan, oilasi va ekipajdan asar ham yo'q edi. Odamlar bu hodisani ham Bermuda uchburchagiga bog'lashgan, lekin bu kema 400 mil sharqda, Azor orollaridan uzoqda topilgan, ya'ni butunlay boshqa joyda. Shunday qilib, vaqt o'tishi bilan odamlar bu uchburchakning o'z tasavvurida kattalashtirib, butun Shimoliy Atlantikani o'z ichiga olgan to'rtburchakka aylantirib yuborishgan. Xulosa shuki, kimdir biror joyni xavfli hudud deb ishonib olganidan keyin har qanday g'ayrioddiy voqeani o'sha joy bilan bog'lab ko'radi. Ammo haqiqatda Bermuda uchburchagidan har kuni o'nlab samolyotlar va kemalar o'tadi va u yerdagi hodisalar soni dunyoning boshqa joylaridagidan farq qilmaydi. Ba'zi yillarda biroz ko'proq, ba'zida kamroq, ammo o'rtacha darajada bir xil. Demak, endi biz Bermuda uchburchagi haqidagi yovvoyi nazariyalardan voz kechishimiz va ilmiy haqiqatni qabul qilishimiz kerak. Hech bo'lmasa, keyingi g'alati yo'qolish sodir bo'lmay uncha.